17-asrda boshlanishi va 19-asrgacha yashab o'tgan joylarga mana keldik. Ko'pchilik bu joyni bilishmaydi ekan. Baykal ko'liga ketayotganda aynan biz mana shu joylarga kirib, bitta tanishib chiqyapmiz. Bu joyning nomi Talsi degan joy ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Mana yerda mana piknik qilib o'tirsa ham bo'lar ekan. Mana shunaqa joylarda yashashni yaxshi ko'radim. Вообще zo'r narsada. Qishda bitta pechga yaqasizlar, вообще zo'r isiydigan joy mana shu joylar. Hozirgacha bor ekan. O'rmonzorda chekish mumkin emas ekan lekin. Buryatlarda oldin 1800-yillar diki bo'lib yashagan paytlarida sivilizasiya yo'q paytlarida. Bu nima bu deba? Nima edi bu? Ha, ichiga kirib, kartoshka ko'mib, Ilon bilan chiqib qolmasa kerak. Hindularda yo'qolib. Mana bunday atrofda aylanib o'ynaydi-da, ular atrofda qarab. Охотничный Nima degani u охотничный? Qamoqxonami yo bu yer? Uyida izbushka. Mana o'tirib choy ichgan, ularga bir asha nima o'ljasini tiqqan. Bu yerga. Ha, mana bu yerda uyi turib emas. Shu holatda bular Molmi? Shunaqa u nima ayiq-payiq terilari, ana choy ichib o'tiradigan joylari, idishlari, mana shu 18-asrning bu ov qilish qurollari. Necha yildan beri saqlanib keladi bu joylar? 19-asrning boshidan saqlanib qolgan joylarda. Bunaqa daraxtli ariqda to'g'risi umrimda birinchi marta ko'rishim. Daraxtdan ichini o'yib ariq qilib, polностью bu yog'i tegirmonga, melnitsa deb qo'yadi, o'rishasiga tegirmonga kirib ketgan. Bu yoqqa. U qilib chiqarishgan, kirib o'tolmagan. Mana qarayman. Ariqda qarayda, ariqda. Qanasan? Maki. Be. Qani? U kim edi u? Mana ketyapti. yugurishida. Qo'yishgina, men tinch qo'yishgina deyapti bu ham. Kirib ket. Kamera bor ekan mana bu yerda, kamera. Возможно, obval nima degani bu? Tushib ketadi deyish. Voh. Tushib ketish ehtimoli yuqori ekan. Lekin biz yuramiz. Angara daryosidan mana boshlanishi ekan bu yoqqa. Olib kelib, qayerga tushib, bemalol baloq tushaveradi. Bu yerda nima bor aka? Bismillah. Yaxshi omborxonasi bo'lgan. Omborxona? 120 yil bo'libdi, aynan mana shu joy qurilganiga, 20-asrda boshlangan ekan. Hozir sekin o'sha tarixlar bilan o'rganishni boshlayapmiz. Bu nechinchi asrning ham milliyligimi yo hozir ham mana shu milliyliklar saqlanib turibmi? Bormi? Mana milliy kiyimlar. Здравствуйте. Bizda shipirlarda kanallari bo'lsa, bularda yog'ochlarning kanallari bor ekan, qaranglar. Oldingi asrlarda yomg'ir bir-biriga tushmasligi uchun xuddi shunaqa holatda ana shipirlarni qo'yib chiqqan ekan. Bu уже вообще-то oldingi asrda bo'lgan bu. Mana. Hayron qolishda davom etamiz. Avtomat shunaqa bo'lganmi o'zi? Mana bu. Bu anaqa ekan. O'sha yashagan kiriz chistimizddan bo'lgan narsalar. Ona ishlatilgan. 17-asrdagi qurollar ekan bular. Sovutlari ham bor ekan. Sovut, bolta. Bu yoqda qilich, mana to'g'rilarni kiyib, uni живой odamdek qilib qo'yishibdi mana ularni. Mo'y. Kech paytda kirib qolsangiz qo'rqib ketasiz uka. Qarang. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartirdi bu yog'i. Yengil. 17-asrdagi tualet. 17-asrdagi tualet ekan. Qanday bo'lgan ekan tualeti? 17-asrda tozalanganmi bu? Mana o'sha shekilli, ha? Yengil bo'lgan ekan xullas. Chiqaramiz ekan bu yerdan. Kim edi? Olmagan video ila shu qolib. Mana shu joyni ko'ryapsizlarmi? Mana shu joyda o'tirib, naryoqda haligi qirol farmoni deydiganlar, ana shu yerda farmon o'qishadi, mana tomoshabinlar o'tiradi. Xullas xalq o'tiradi. Xalq eshitishga majbur bo'ladi bu yerda qirol farmonini. Bag'i ham bor akalar.
17-asrda mana shunaqangi uylar bo'lgan ekan. Haqiqiy san'at asari. Umrimda to'g'risi bunaqa narsani birinchi marta ko'rsam. Qaranglar, mana bu naqshli qilib to'migan. Shu 17-asrdagi yashash holatini mana tasvirlab berishibdi. Brusliy deysiz, tamom. Yo'qdan bolasi emizayotgan ona ekan. Ularni priznat qilmagan ekan, bular uchun bronza tilladan ham qimmat narsa bo'lgan ekan. Bronza? Shuning uchun bronzani yaxshi ko'rishgan ekan. Bu Baykal ko'li shunaqa katta joy ekanki, hozir u yana bir tomoniga o'tish uchun 25 kilometr yurishimiz kerak ekan. Tushunyapsizmi? Karl 25 kilometr. O, turnalar. Turnalar. Oy, boboy tuzimsiz.